jimsan? Kamron aka, men unday bo'lishini kutmagandim. Nimani kutganding? Jimgina to'y bo'lib o'tib ketishini kutganmiding? Sen meni jigarimga yomonlikni ravo ko'rdingmi? Meni ham ustimdan kulmoqchi bo'lding. Bu narsa erkak kishiga qanchalik or ekanligini bilganmiding? Yo Alisherni orsiz erkak deb bilganmiding? Men sizga hozir hech nimani tushuntirib bera olmayman. Qayerga ketyapsan? Ichkariga. Shuncha voqeadan keyin bu uyda yashashga uyalmaysanmi? Ket bu uydan. Kamron aka, meni haydamang. Ukamni orsiz bilib, baxtsiz qilmoqchi bo'lding. O'zimizniki bo'la turib, o'zimizga tosh otding. Seni bu uyda keraging yo'q. Onam ham oxirgi gaplarni aytib bo'ldilar. Meni gapim endi xotinim emas. Yo'qol. Ket bu uydan. Ket dedim. Yo'qol.